Lionel Messini Barselonaga qaytishiga Laporta to'sqinlik qiladi deb noyabrda aytgan edim. Dekabrda ham bitta ikkita video qo'yilgan edi. Kim esida bo'lsa, kecha kommentlarda fikrimni so'raganlar uchun avvalo rahmat. Endi meni eshitinglar. Menga Laporta prezident bo'ladimi? Viktor Fontmidi o'sha prezident bo'ladimi? Ikkalasi ham bir go'r. Menga ularni plus issiq sovug'i yo'q demoqchiman. Men futbol tomosha qilaman. Men tomoshabinman, muxlisman. Menga ana sovrinlar haqiqatan ham ikkinchi darajali. Men Barselonani formasida Messi hozir ham futbol o'ynasa, yanada mazza qilaman. Dopamin, meditatsiya, terapiya deyman-ku, ko'p aytaman bu gaplarni. Bizga bu qo'yib berilgan tomoshani ko'rib zavqlanamiz. Mazza qilamiz, to'g'rimi? Kubok ko'tarsa dvajdi, zo'r gap yo'q, lekin kubok ikkinchi darajali u klublarniki. Men Real muxlislariga necha marta aytganman. Bizda 15 ta Chempionlar Ligasi bor deganda borib o'sha kubokingni ushlab berchi menga tekinga deganman. Agar saniki bo'lsa bor, muzeyga kirchi tekinga deganman. O'sha pul bermasang, o'zingni kubokingni ko'rish uchun pul to'laysan. Sanikimikan kubok? Saniki emas. Menga bir tiyin Laporta bo'ladimi, Font bo'ladimi, Messi Barselonaga kelish kerak edi. Tarix yozildi. Tarix qanaqa yozildi? Laporta Messini 2 marta aldagan, lavz berib, lavzida turmagan, belavz balabol prezident bo'lib tarixda qoldi Laporta. Endi hozir yana saylanadimi? Saylanavermaydimi? Menga nima farqi bor? 100 ta Chempionlar Ligasini kubogini yutsin Laporta, bir tiyin men uchun. Nimaga? Har qanday futbolchidan klub ustun turadi, klub ustun turadi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Mayli, Messidan ham ustunmi Barsa? Gap yo'q, lekin klubdan ham ustun narsa bor. Bu lavz, insoniylik, odamiylik. Ikkita erkakni bir-biriga bergan va'dasi. Va'da beryapti Laporta Messiga. Men seni Barsada olib qolaman deb va'dasida turmayapti. Saylovlarda ovozlarni yig'ib bo'lgandan keyin, prezident bo'lib kreslosiga o'tirgandan keyin Messini ketkazib yuboryapti. Bu kim? Balabol bu. To'g'rimi? Balabol deydi, kim deydi yana? Yo, kommentariyaga yozib yuboringlarchi. Zo'r Barselonani rivojlantiryapti. Rivojlantiraversa, yo nima, rivojlantirmaslik kerak. Prezident bo'lgandan keyin rivojlantiradi. Nima qilsin boshqa? Ano stadionni rekonstruksiya qilyapti. Stadion rekonstruksiyasi 2018-yilda Bartomeo'ni loyihasi edi u narsa. Buni prosta davom ettirdi. Davom ettirsin-da. Nima qiladi boshqa? Ano nima deydi? Mushukcha katkuler bilan o'ynab yuradimi? Qachon qarasa bir ish qilish kerak-ku odam, axir rivojlantiryapti, klub transfer qila oldimi biron bir? Ha? Kongo bilan qaysi davlat bilan homiylik shartnomasi qilib o'tiribdi. Tavba qildim men. Mayli, aytayapman-ku, biz muxlislar faqat o'zi futbol ko'rishimiz kerak. Gapirsa gap ko'payib ketadi. Hozir men sizlarga yana bitta narsa aytib beraman. Bu odam 2020-yilmidi o'shanda go'yoki Messini Barsadan ketayotgan, o'zini esa saylovdan oldin, o'sha boyagi saylovdan oldin, o'zini esa Messini olib qolayotgan odam qilib ko'rsatish uchun zakaz bilan ko'chalarga bannerlar ildirgan muxlislarning nomidan. Xuddi muxlislarning ovozi u. Iltimos Messi ketma, klubdan ketma. Laporta yana prezident bo'ladi va seni olib qoladi degan yozuvlarni yozdirib chiqqan ko'chalarga. Bu odamni qilgan ishlari qo'yilay. O'shaning uchun futbol ko'raylik deyman-da. O'shaning uchun biz prosta tomosha deyman. Mazza qilib futbol ko'rish kerak, tamom. Klub rivojlantiryapti. 2020 prezident bo'luvdimi? 5 yil bo'ldimi? Nima qildi? 2027 gacha qasddan cho'zib yubordi-ku Camp Nou rekonstruksiyasini. Messi bu o'yladiki, Messi 2026-yil Jahon chempionatiga oxirgi marta boradi. Futbol o'ynaydi, tugatadi, Barsaga kelmaydi deb o'ylovdi. Messi bunga atvet qildi. Nima qildi? Inter Miami bilan shartnomasini 2028-yilgacha uzaytirib yubordi, boray dedi. Qochgan joyingacha qo'yaman dedi-ku Messi. Qochgan joyingacha, tentayni qochgan tomoniga qarab qo'y deydi-ku. Qochgan, borgan joyingacha boraman debdi-da. Hozir Messi bor-ku bunga. Messi Laporta bilan kurashib yuribdi 5 yildan beri. 5 yila Messini qiynab yubordi bu. Messi kerak emas, hozir tarkibimizni buzib qo'yadi va hokazo. Buzilsa buzilib ketavermaydi. Nima farqi bor? Messi oxirgi marta o'ynasin, odamga o'xshab xayrlashsin, bo'ldi, tamom. Xuddi bir kubok senga bir narsa beradigandek. Xo'p, 6-Chempionlar Ligasini yutdi Messisiz. Nima bo'ldi? O'sha ishingga borasan, ertalab tur. Budilnik. Ishga bor. Sen nimalarni? Nima?
Men hech tushunmayman shunga. 7-Chempionlar Ligasi yutdi, gapi oyliging o'sha. Nima demoqchisan? Messi futbol o'ynasin, mana formani, Barsani formasini kiyib, oxirgi yillarini o'tkazsin. Mana Ryan Giggsla Manchester Unitedda o'sha formada tugatdi-ku, Messi ham tugatsin. Qancha futbolistlar tugatdi, Paul Scholeslar tugatdi, xuddi shunaqa. Men endi Manchester United o'yinlarini ko'p ko'rganman-da. Barsani o'zida mana Puyollar tugatdi. Nima deyapsizlar? Sizlar qanaqa kubok?